Assalomu alaykum. 100 kunda 100 ta formula nomli challengeimizni bugun 11-kuni. Bugun sizlar bilan чистый рабочий дни deb nomlangan formulani o'rganib olamiz. Demak, jadvalimizga qaraydigan bo'lsak, odatda ish kunlari va bayram kunlari to'liq berilgan jadvalni ko'rishingiz mumkin. Ishxonalarda ko'p kuzatiladigan muammo ishchilar necha kun ishlaganligini, bayram va dam olish kunlaridan tashqari aniq hisob-kitobini chiqarishga qiynalishadi. Shu sababdan bugun sizlar bilan ishlangan kunlar sonini aniqlab beruvchi formulani o'rganib olamiz. Demak, buning uchun sizga oyning boshlanish sanasi kerak bo'ladi va oyning oxirgi sanasi kerak bo'ladi va albatta bayram kunlarini alohida kiritib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Demak, formulani yozib olamiz. Demak, formulamizning nomi чистый рабочий дни .между deb nomlangan formula. Formulani to'liq kiritib olganimizdan so'ng birinchi bo'lib oy boshlanish sanasini belgilab olamiz. Undan so'ng nuqta virgulni qo'yamiz va ikkinchi oy oxirgi sanasini belgilab olamiz va yana nuqta virgulni qo'yamiz. Nuqta virgul qo'yganingizdan so'ng bizda dam olish kuni faqat yakshanba mo'ljallangan. Shu sababli yozuvlashda mana только воскресенье deb nomlanganini tanlab olamiz. Demak, avtomatik tarzda yakshanba kunlarini dam olish kuni sifatida chiqarib tashlaydi va yana точка virgulni qo'yamiz. Undan so'ng bayramlar yozilgan kunlar jadvalimizda bor. Mana bayramlar deb nomlangan ustunni belgilab oldim va qausni yopib enter tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, yanvar oyida 4 kun bayramga va yakshanbalarni dam kuni sifatida chiqarib tashlaganimizda 23 kun ishlangan deb chiqarmoqda.